Toshkentdan to'g'ridan-to'g'ri Astana yo'nalishi bo'yicha avtobus reyslarimiz qatnovi yo'lga qo'yilgan davlat tomonidan. Agarda sizga ham xuddi shunday avtobus reyslarimizdan foydalanishni xohlasangiz, Sobir Rahimov avtovokzalga kelib, ikkinchi qavatdan ofisdan biletlarni xarid qilishingiz mumkin. Eng asosiysi avtobusimiz spalnili, yotib ketish imkoniyatlari bor. Avtobusimizning ichki qulayliklari haqida qisqacha gapirib o'taman. Wi-Fi tizimi bor birinchi o'rinda. Har bitta yo'lovchimiz uchun kerakli bo'lgan. Bundan tashqari kimningdir telefon quvvatlari olib qolgan taqdirda har bitta yo'lovchimiz uchun alohida zaryadniklar qilib qo'yilgan. Hozir avtobusning ichiga chiqib ham hozir joylashib olgandan keyin so'ng yo'lovchilarimiz ko'rishimiz mumkin. Hozir posадка jarayonlari bo'lib, yo'lovchilarimizdan biletlari skaner qilinib, so'ngra avtobusga chiqiladi. Buni esa yaqinroqda kuzatishimiz mumkin. Har bitta yo'lovchimizga 50 hamda 60 kilogrammgacha yuklarini birga olib ketish imkoniyatlari mavjud. Ichki qismiga ham chiqib oldik. Yo'lovchilarimizni ko'rishingiz mumkin. Joylashib olishgan, kayfiyatlari a'lo darajada. Hozir ham yo'lovchilarimizda joylashish jarayoni bo'lib o'tmoqda. Endi esa bir ikkita yo'lovchilarimizdan qisqacha suhbat jarayonini amalga oshiramiz. Assalomu alaykum, qayerga ketyapsiz? Astanaga. Astanaga biletni qanchadan xarid qildingiz? 515 ming. Biletni kassadan oldingizmi yoki kassadan oldingiz? Sizga kimdir spalnili avtobusni tavsiya qilishdimi? Chunki 2 oygacha ham hali yo'q edi spalnili avtobus. Shuni tavsiya qilishdi, zo'r deb sharoiti. Zo'r ekan. Oldin ham avtobuslardan foydalanganmisiz? Ha, o'tiradiganda, sidyashi degan. Ha, o'tiradiganda ketgansiz, to'g'rimi? Qulayliklar haqida zo'r. Yaxshi. Gap yo'q. Rahmat, juda yaxshi yetib oling. Qadrli yurtdoshlar, bizni kuzatishda davom eting. Agar sizga ham xuddi shunday avtobus reyslaridan foydalanishni xohlasangiz, Toshkent shahar Sobir Rahimov avtovokzaliga kelib, ikkinchi qavatdan ofisdan biletlarni xarid qilishingiz mumkin yoki qarshingizda turgan nomerlarga bog'lanib, joyingizni biroq qo'ying. Bizni kuzatishda davom eting. Yangiliklarimiz havotirda. Xayr.